Udar Shayx Lujishin Liangshan ko'liga chiqqandan keyin buning kunlari yaxshi o'tdimi? Yaxshi turmushga erisheldimi? Suv bo'yda haqida. Navad Liangshan ko'lida haqiqatan yaxshi o'tgan bo'lsa, o'z o'ylagan turmushga erisha olgan bo'lsa, undaqda eng oxirida nimishqi bularni tashlab, bu tayshandagi ibodatxonaga yana qaytib ketdi rahib bo'g'li. Albatta bu Lujishinning kuni ancha yaxshi o'tmadi. Nimish bundaq deyman, oldi bilan bu bosh personajdan yondosh personajga tushib qoldi. Ya'ni bir xizmatkorga, bir qoralga aylanib qoldi bu Liangshan chiqqandan keyin. Burun o'z mayli ibodatxonada bo'lsin, mayli ko'ktat peshvob bo'lgan vaqtida bo'lsin, bu o'zi bir lavdati, o'zi boshdi. 5-10 odamga otamanti. Xolis o'ynab, xolis yeb ichib, nimish qilsa shuni tushgan, nasib bilan yashab yurgan. Endi Liangshan chiqqanda qarsak, undaq emas, bu piyod lashkarlarning beshuv bor. Urrada eng qatarga olib ichib shuraydi qarashni qilishyotir. Bu Lujishinning barti ayvisni betqa vaqtda Chaogay Sunjangning atrofida turgan. Ularning qaysi birisining kan bo'lishi, qaysini qilib qila. Ham bu yer 108 birodar jonjigar oqinlar bilan bularning birli lavdasi var. Birli dagası var. Şundan mı? Belki Lujishin oylamasın. Ben öz vaqtida lavda etdim. Ben atamandim. Diye çıkıp acaba inatını çalışmadığına bu iler demez mi? İkinciden Lujishin bu yerde yüzünün aşı yokan bestik güçlü göğüşüne yep durduğun qo'saq amraq xolis men ishib turadigan qo'saq amraq mushundaq bir balans deydi. Biroq bu Liangshan chiqqandan keyin birinchi ochliq masalasi burunqidek yaxshi emas. Bu nurg'un qo'shinni beqish uchun bu yer Liangshanda aslida ochliq qiz. Unda xohlagancha go'shmay kebab samsa, xohlagancha yiranmaydi. İkinciden, lashkari qonun bo'yicha may sharab ichishmi nihoyat cheklandi. Bumi o'z ixtiyorligi emas. Ham o'z boshlab chiqqan inilarmi buning qishida burunqidek voy og'a deb buning gapini anglab turolmaydi. O'limi lashkarlar qatoriga kirib, shu lashkari qonun bilan bir tutash boshqarildi. Demak, Mavlaning oldidimi Lujishinning inovasi kuchli degan gap. Uchinchidan ham men Lujishin bu taqqa birga chiqqan yaqin birodari bilan bir sirdish hodisa bu yerga Wusung Sunjangning depin chaldigan shuni inisi ham shunami shuni ular nihoyat yakın. Yembirski mi bu yerda yanıcı var, lekin bu yanıcı qarsanlı odatki saq vaqtida tepsi devirmez, ursu möürmez bir bala gapmi chiqmaydi. Lekin og'izga bir qadak sharobmi tegdi, shu pivo sen debla kim mendan o'ta uvalchilik qilgan, men nimandaq uvalchilik qilman, nimandaq dovmay, menda kashki yuzining dardini tukidi. Ama Lujishin bu yanıcının gapini kunda anglayverib, ichim pishib ketdi, bu anglashim xo'shaqmas bo'lib ketdi buning gaplarini. Shuning uchun qaranglar, bu Lujishin Liangshan chiqqan bilan o'zi burunqidek yoqtirdigan, ko'ngil qo'shildigan ishning birisini qilamadi. Qarsan, may sharab ichib ko'ngil qo'sh qilinmaydi. Ya bir qo'saq masalan o'zi qolgancha go'shmay kebab samsa yiranmaydi va yoki bir yaqin bir sirdash allag'inlarim yo'q. Endi bunda qo'p qoldi bu yer Liangshandan chekinib kayni genishning aslo atiq o'rni yo'q. Endi Lujishinning mushundaq bir ahvolda qolganligini ichib pushqanligini bu yerda Sunjangmi his qildimi? Albatta his qildi. Bundaqda Chaogay o'lib ketib Sunjang otaman bo'lgandan keyin 108 polvonni rad tartib tizgan vaqtda Lujishinni nechinchi o'ringa tizdi. Pinglinchiga marhamat.